Tayvan mustaqil bo'lgan vaqt yetib keldi. Mavzuli xabar 5-ayning 13-kun Monitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yana bir hafta o'tgandan keyin 5-ayning 20-kuni Tayvan prezident mahkamasi xo'jayinini almashtirdi. Kuomintang Mayinju vazifadan qoldi. Demokratiya Taraqqiyot partiyasidan Sayyanmin xonim Tayvan Kuomintang davlatiga prezident bo'ldi. Tayvan bo'g'izida havo yeşillikdan ko'k rangi o'zgardi. Jungo Tayvan munosabatida havo ochiqlikdan bulutliq bo'lishga o'zgardi. Tayvan bo'g'izida havo klimati kichik o'zgarish yuz bergan bir vaqtda dal Amerika Jungo xalqaro munosabatidagi cho'ng o'zgarish puristiga to'g'ri kelib qoldi. Demak, Tayvanda kichik o'zgarish yuz berdigan shunday bir vaqt dal xalqarada Amerika Jungo munosabatida shiddatli o'zgarish yuz berayotgan bir mezgilga to'g'ri kelib qoldi. Tayvan bo'g'izida Tayvan mustaqilligining vahimasi Tayvanda huquq almashish paytlarida Amerikaning Jungoni qo'rishovga elish fursatlaridan foydalanib, Tayvan mustaqilligi vahimasi qaytadan bosh ko'tarib, boshqalarga agishib ish qiladigan pechkaga aylandi va Tayvan bo'g'izida urush alomatlarining piltisiga aylanib qoldi. Tayvan bo'g'izida yuz berish ehtimoli bo'lgan urush holatlarining piltisiga aylanib qoldi. Bu ayning 15 oydan 15 qorong'u. Xalqaro munosabatlarda abadiy do'stlik bo'lmaydi va abadiy dushmanlikmi bo'lmaydi. Demak, abadiy manfaatli bo'ladi xolos. Buningdan 30 yil burun Amerika Vyetnamda qonliq urush kirgan. Endi hozir o'rtaq nishon, ya'ni Jungoni qo'rshash uchun Amerika bilan Tayvan va Amerika bilan Vyetnam yani birleşip bir yerga keldi. O'xshashda, buningdan 40 yillar ilgari Jungo Amerika munosabatida muz erigan. Tik-tak top diplomatiyasi Çavuşan urushi oxirlashib 20 yildan keyin ikki o'zaro dushman davlat bir o'rtaq nishon, ya'ni sobiq sovetlarni qo'rshovga ilishdan iborat bir nishon ikki davlat munosabatini qizg'in holatga keltirgan edi. Sobiq Sovet Kreml imperiyasi yemirilish bilan Jungo bosh ko'tarishga boshladi. Bundan keyingi sovuq munosabatlar urushi davriga yetib keldi. Bugungi Jungoni tunugungi Rossiyaga o'xshash Amerika bilan qarshilashadigan o'ringa chiqarib qo'ydi. Sovuq munosabatlar urush oxirlashib Kreml imperiyasi yemirildi, lekin bugungi Jungoni sobiq Sovetlarga o'xshash Amerika bilan qarshilashadigan bir o'ringa chiqarib qo'ydi. Jungo iqtisodining bosh ko'tarishiga yordam bergan Amerika xuddi qattiq uyg'undan uyg'ongandek uyg'onib, Jungo tushi va Jungo tinch yo'ldan bosh ko'tardi deydigan shiorlarning kayniga yurishirgan bir haqiqatni, ya'ni Jungoning raketa ochishi borlig'ini ko'rib yetdi. Ya'ni Jungoning raketa ochishi borlig'ini ko'rib yetdi. Shuni bilan Amerika Osiyo tinch okeanida davlatlarni ittifoqlashtirib, Jungo bilan qarshiladigan birlik sap qurish zarur bo'lib qoldi. Amerikaliklar asosiyatdan 100 yil burungi Angliyaning quruqliq siyosati, ya'ni Yevropa quruqligidagi ikkilamchi davlatlar bilan birlashib, Yevropa quruqligidagi qudratli davlatlarni tizginlashdan iborat Angliyaning quruqliq siyosatini o'tib, bugun Amerika dunyoda ittifoqlashib bo'lgan barliq davlatlarni ittifoqlashtirib, dunyo bo'yicha ikkinchi darajali cho'ng davlatni, ya'ni Jungoni qo'rishovga oldi. Tayvanning bugun Amerikaning pechkasiga aylanishi yana 66 yil burungi edi. 1949-yil Amerika tarafidan tashrif etilgan Jiangxi siyosiy hokimiyati Tayvanga chiqib kelib, nafas elib, jon tikib elishgan vaqtning
çekinedi. Hazırgıçı bilmeydi. Koreya uruşı partlagandan keyin Tayvan aralı Amerikanın Asiya siyaseti Cungu'nun karşılaşılan çökmeydigan amatkiga aylanıp, şunundan başlap Zhang Jieshi siyasi hakimiyeti Tayvan'da yıldız tartıştı başlagan. Tayvan keyinki 20 yıllık soğuk münasibetle uruşı devirde oldun sepke aylangan idi. Amerika Cungu oturusunda tik-tak top diplomatiyası Tayvan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı'ndan qoğlap çıkarılışı. Cungu ile Amerika oturusu ötken 30 yıllık şirin ayla da Tayvan fakat iqtisat ile şoğullanıp siyasi ıslahat elip verip Tayvan Cunhua ayında demokratik avantgardga aylanıp keldi. Yak şundak avantgard demokratga aylandı. Endi bugün Amerika Cungu münasibeti terkişeş basqıçıga kirgende. Janubi Cungu deniz kirjesi Cungu Asiya ve Tinch Okean rayını ittifaqlaştırdıgan birlik septinin Cungu bilen qarşılaşış devri kirgende Tayvan'ın yeni hakimiyeti Sayyin Hanım bu birlik sepke qoşuladiganlar bolsa Tayvan'ın yeni bir qatam Amerika'nın Cungu bilen qarşılaşışida Amerika'nın olduğu sepige aylanışı bugün bir muqarrarlik bulup kaldı. Tayvan Amerika'nın aldan kurash sepigi yoki sahnesiga aylanıp Cungu bilan qarşılaşdı deydi aptal. Şunun için Tayvan Demokratiya Taraqqiyot Partiyasining mustaqillik tashabbusi Amerika bilan Tayvan o'rtasida hisob kitob qilishdan taraflariga aylandi. Şundaqlı muqarrar halda Cungu'ni çekleydigan ve Cungu'ni parakende kılıdigan deniz boğuzu münasibetlerini üstün kılıdigan bir kartga aylandı Tayvan. Tayvan müstakillığının peşvasiliğinden koyunun köngül koyup orullaştırışı aslında müstakil Tayvan'ın oğlu Chen Shui-bian ve müstakil Tayvan'ın kızı Sayyin Hanımla bir qancha zaman şug'ullanıp kelgen Tayvan müstakilliği xalqaro vaziyatdan ve Cungu hükümetinin seven hatalıklardan paydalanıp Tayvan müstakilliğini işga oshiradigan vaqt yetip keldi. Ular Tayvan müstakilliğini işga oshira olamdi yo'q. Arzularini işga oshira olamdi yo'q. Ondaqda Amerika bilan Cungu'nun elişişi ve g'alaba qilishi yoki mag'lub bo'lishi ve Tayvanning baxtaligiga qarashqa berib taqaldi. Tayvanning baxtaligiga qarashliq bir ish bo'lib qoldi va mushtaq berib taqaldi. Hozir Cungu Amerika elish davri kirdi. Cungu'nun səvəlliki xatalığından paylanıp Tayvan müstakilliğini işga oshira olamdi yo'q. Bu endi Tayvanning baxtaligiga, omadiga qarashliq bir narsa. Shundaqla Amerika Cungu o'rtasidagi strategik elishning dardisi qandaq oxirlashadi degan masalaga taqilib qoldi. Demak, shundan qaraganda endi Tayvan bo'g'ozi rayonida jiddiylikning boshlanganligini shundan ko'rib olish vatandoshlar.